19-kvartal. Perkroska Ayen 43-dom. 68 kvadrat, 3 xona, 4 xona qilingan uyimiz Yevro remontdan chiqdi. Uyimizni bitta a'zolarni ko'rsatamiz. Uyimiz Karolevskiy etajda, 2-etaj. Oldi parkovkalari bemalol. Detskiy plashadkalari ham. Uyimizni bitta a'zolarni ko'rsatamiz. Podyezddan uyimizga kirib kelganimizda o'ng qo'limizda hojatxonamiz joylashgan. Keyingisi vannaxonamiz. Chap qo'limizda ota-onalarimiz uchun spalni. Uyimiz upakovanniy holatda, sifatli jihozlar bilan to'ldirib qo'yganmiz. Bu yoqda detskiy xonamiz. Ko'rayotgan barcha narsalar hammasi qoladi. Bu yerda zalimiz joylashgan. Balkonimiz 1,5 ga 6. Yoqda alohida ovqatlanib ketadigan joy. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Narxi $88.500.